Bemalol shuni to'shak solmay o'tirsangiz ham zaki urmaydi. Yo'q, Ha, kakali issiq qumda o'tirganda bo'laverasiz-da. Steyashkadan bitta yutuq tarafini aytaymi buni ham. Narxi arzon. Nima bu Avazxon aka? Bu penabeton mana. Rastvori xuddi shunaqa bo'ladi. 150-200 bo'lsa, bir kunda tugatib ketamiz. Material solamiz, qarang. Mana bu material o'zimizdan, qarang. Sement o'zimizdan, qum o'zimizdan. 3 kishi xizmat haqqisi, yo'l kirasi, hamma narsasi ichida. Mana bu steyashkada yotadigan bo'lsangiz, aniq bilaman o'zingizni kasal qilasiz, lekin hozir yangilik qilishibdi, ya'ni tomga pena beton quyish. Akalar, hozir biz Avazxon akamiz, usta akamiz oldilariga yetib kelganmiz. Bu yerdagi sizlarga tomga pena beton quyish nech pul bo'lyapti, nech pulga tushadi, afzalliklari ular haqida to'liq gaplashamiz. Nima deysizlar akalar? Molni tagiga xuddi mana shunday qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa uni ham sizlarga so'rab beramiz. Juda ham ko'p akalarimiz bilaman, mol tagiga beton qo'yaymi yoki g'isht teraymi deb o'ylanishadi. Mana shuni qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Hozir Avazxon akamizdan so'raymiz. Avazxon aka, hormang, assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Aka, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Voy, nima bu? Yaqinroq ko'rsating. Nima bu Avazxon aka? Bu penabeton mana. Rastvori xuddi shunaqa bo'ladi. Ha, bu hozir tayyor rastvor bo'lyapti bu yerda. Bu mishalkamiz shu 5 xil mahsulotda bitta qilib chiroyli rastvor qilib, mana shlang orqali tepaga chiqib ketadi. Voy. Hozir bularni ham hammasini batafsil tushuntiramiz endi, xudo xolasa. Bu men hozir tomga asosan bu tomga yopiladi. Tomga. Yer osti masalan oyoq taglariga ham bossa bo'ladimi? Ha, buni afzalligi steyashkani quyganingizdan keyin o'tirsangiz baribir zak urib turadi-ku. Albatta. Bunda unaqa emas. Misol, mana shu penabeton bo'lgan bo'lsa yoki xonalarda ichi utublik uchun nima penabeton quyilgan bo'lsa, bemalol shuni to'shak solmay o'tirsangiz ham zaki urmaydi. Yo'q, Ha, kakali issiq qumda o'tirganda bo'laverasiz-da. Voy, gap yo'q lekin. O'shanga boshida aytdim sizlarga, steyashkadan ko'ra ancha steyashka bu boshqa narsa, bu boshqa narsa asli. Aka, keyin tomga masalan oldin bilsangiz, o'sha hozir menimcha juda ham ko'pchilik loy bosmay qo'ydi. Loyni o'rnini bemalol bosadimi bu? Bu loydan ko'ra afzalli taraflari ham juda ko'p. Buni o'sha loy lo'mboz qilingan joylarga hozir yaqinda Qo'qonda 900 kvadrat katta akamizni bir ikkita, uchta aka-ukanikini borib loy lo'mbozni ustidan quyib berib keldik. Nimaga desiz, loy lo'mboz shunaqaki 3-4 yildan keyin polni quyiladi-ku, chekkalari yorilib, o'sha 3-4 santimetrdan chekkalari, keyin o'rtalarida chiziq tushib yorilishni boshlaydi. 3 yil, 4 yilda. Uzog'i. Bu penabeton unaqa emas. Ash qanday quyilgan chekkalarigacha yopilib, xuddi o'shanday turaveradi. Necha santimetr bo'ladi? Yorilib ketmaydimi? Yo'q. Bu hamma narsa shu yorilmasligini bitta sababi hamma narsasi retseptga bog'liqda. Retseptda o'zim turaman bu yerda. Как положено hamma yo'g'ini me'yorda qilib keyin tepaga chiqaraman. Hamma narsa hamma narsa qo'shiladi. Bir xil anaqasida qo'shiladi. Me'yorda qo'shiladi. Retseptga bog'liqda xullas. Albatta. Hozir buni bo'lmasa tepada tayyorlanishini sizlarga tayyorni chiqarib ko'rsatib beramiz va u yerda keyin bitta narsani aytdim akalarimizga, bizga asosiy chorva-yu. Buni molni tagiga qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydi? Buni tepada tushuntirib berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi, videoning davomini ko'ring, hozir tepaga chiqamiz. Mana tomga ham chiqib oldik. Tom ham o'zi ham shunaqa katta ekan. Manaqa qarab ketgan ekan. Salkam 600 kvadratda. 600 kvadratmi? 600 kvadrat. Bu ikkinchi obyektimiz. Naryoqda 500 ni quydik, 1100 ga yaqinlar, ikkovi общий. Hozir mana tayyor rastvor tepaga tomga chiqyapti. Hozir buni tagiga Avazxon aka nima qo'yish kerak? Bu nima bu? Buni bizga tushuntirib bering birinchi o'rinda. Bu materialimiz. Mana tortsangiz ham uncha yetilmaydi, mana ko'ryapsizmi? Bu izospan materiali biz xonadonlarga, mana shunaqa ishlab turgan obyektlarga quyganligimiz uchun mana materialni tozasini solishtiramiz izospanni. Bu havo o'tkazadi, suv o'tkazadi. Afzallik tarafi bu penabeton bo'lsa 100% xizmat bajaradigan bo'lsa, 40% xizmatni mana shu bajarib beradi. Yo'q. Mana shu tomdagi issiq bor-ku, yozda chidalmaysiz aytdingiz. Mana shuni o'zini solsangiz ham 40% ushlaydi issiqni. Bu demak hozir yozda kerak bo'lsa issiqni ushlab beradi. Qishda sovuqda ushlab beradi. Chunki tepadagi sovuq baribir pastga urmasligi kirmaydi. Ichkari isitishadi-ku, misol pechka yoki gazda isitadi, o'sha issiqlikni ushlab turadi ichkarida. Zo'r, buni molxonaga qilsa ham zo'r bo'ladi. Buni asosan Rossiyada ishlagan usta akalarimiz, obunachilaringiz ham kuzatib borishadi. Rossiyada yurgan akalarimiz bitta kommentariyaga yozib ketinglar, mana shunaqa materialni Rossiyada ko'p ishlatiladi.
Rossiyada yurganlar ko'p biladi izospanni. Keyin bitta narsa aka, hozir mana bu yoqda quyilyapti. Hozir buni nimasini olib beriladi sizlarga? U yerda hamma narsasi bor ekan, masalan, betonmi, sementmi, nima, hamma narsasi tagidagi solingan narsalar olib berish kerakmi, nima qilish kerak? Xo'p, bizga borganimizdan keyin obyektni ko'rsatib berishsa, qanaqa holatda topshirishadi. Misol qurilish, yangi qurilish bo'lgan bo'lsa, vassasi, cho'rnisi qoqilgan bo'ladi, atrofida zardevor urilgan bo'lsa bo'ldi. Mana bu material o'zimizdan, qarang. Sement o'zimizdan, qum o'zimizdan. Voy. 3 kishi xizmat haqqisi, yo'l kirasi, hamma narsasi ichida. Eng qizig'i narxini aytaymi, obunachilaringizga? Narxi nechta bo'l? 45 mingdan, loydan ozgina qimmat. Ozgina qimmat, lekin mana bu material o'zi bor-ku. Ancha narsa xizmatni bajaradigan bo'lsa, mana shu materiallar ham o'zimizdan vodiy ichi 45 mingdan qo'yib beramiz. Toshkent, Voha taraflariga boradigan bo'lsak, 55 ming, 60 ming nimani hisobiga desangiz, ahlarda sement sal qimmatroq. Bizda o'zimizda zavod bor, bizda zavod borligini hisobiga sement agadan 10 ming arzonroq. Zo'r. Xizmat o'sha hamma narsa 45 ming, Vohaga 55-60 ming. Ob'yom katta bo'lsa, eng qizig'i yana bittasida obunachilaringizga aytaman, katta obyekti bor akalarimiz bor-ku, o'sha akalarga vodiy ichida 45 ming emas, 40 mingdan ham qilib beraveramiz. Siz obunachilaringizga. Gap yo'q aka. Malades lekin. Bu tomni mana bir qator ko'rsatayda, kecha buni ko'rinyaptimi? Operator tom zo'r. Chunki qorong'uligiga men sal yurishga haligi qildim. Lekin mana voy, ob'yom o'zi ham dahshat. Masjidga kecha eng qizig'i hozir misol bizda 3 kishi boramizda, misol xatga boradigan bo'lsa 3 kishi boramiz. 3 ta usta hammasi o'zini bilib ishini qiladigan bolalar. Hali 6 kishi, 8 kishi borib olinmaydi. Misol loy olaman, siz aytdingiz 20 tadan ko'p odam olib kelishingiz kerak. Loyda ham narxi 30 ming, 35 ming. 10 ming raznica qiladi. Ancha mehnati bormi? Ha, mehnati katta. O'sha usta zo'r o'zini misol ishini biladigan 3 kishi boramiz. Katta ob'yom bo'lsa ham mana shu 1100 kvadrat joyda pashti qo'yishni boshladik. Mana shunaqa katta ob'ekt 2-3 kunda tugatib qo'yamiz, xudo xohlasa. Yo'q, eng qizig'i haligi haftalab 15 kunlab ish yo'q ekanda. Kichkina kvadrat bo'ladigan bo'lsa ham bir kunda kerak bo'lsa tugatib olsa bo'ladi. 150-200 bo'lsa, bir kunda tugatib ketamiz. Material solamiz, qarang. Material solamiz, ustidan pena-beton bir kunda qo'yib berib ketamiz. Va ishingiz ham oson bitadi. Uni chaqir, buni chaqir, unaqa degan narsa umuman yo'q ekan. Oldingida qali hashar qil, unaqaga odamlar kelmay qo'ydi hozir. Hamma o'zining ishi bor-ku. To'g'ri, to'g'ri. Hasharga birov kelmay qo'ydi. O'sha misol pastni ham ko'rdingiz, hamma yo'q akkuratni. Ular loy chachilib, devorlarga oqib unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Faqat zo'r. tomga shlang orqali chiqadi. O'sha pena-betonning afzalligi misol mana uyda mashakka 100 tonna yuk tushadigan bo'lsa, 600 kvadrat joyga 100 tonna loy bosilsa, bunda 30 tonnaga bormaydigan darajada yuk tushadi tepaga. Lekin effekti bir qarich loydan ko'ra mana uni 5 sm quyilganining effekti zo'r. Hozir bu 5 sm quyuladimi? Kami 5 quyiladi. 5 dan 7 ta shunaqa quyiladi. Zo'r. Ajoyib. Hozir men loyda ham shu 5 bosishyapti-da. Siz aytdingiz-ku, ancha sementdan issiq bo'ladi dedingiz. Buni molni tagiga qo'ysa bo'lmaydi, yo'q, molga bo'lmaydi. Molga og'ir. Keyin tuyog'i bor-ku, ezib buzib qo'yadi-da. Buzib qo'yadi. O'shanga iloji boricha, lekin molxonani tepasiga qilib, masalan, nima bossangiz ham bosilib ketilaverar ekan. Menga o'sha narsasi yoqdi. Qishda ham bir xilda molxonalar sovuq bo'ladi-da aka. Molxona ustiga qilsangiz ham zo'r bo'ladi. Mol ham tirikjon, katta fermer akalarimiz baribir bilishadi, sovqotadi mol ham. O'shanga aytganim zo'r. Narxlarini bildik, hamma yo'g'ini bildik menimcha. Aytiladigan narsa pastdagi nomerlarga bemalol Avazxon akamiz o'zlariga telefon qilib ishlasalaring bo'ladi. Va shu xudo xolasa ishlaring zo'r bitadi. Xudo xolasa bizni chaqirsangiz kam bo'lmaysiz, maqtanish emas, lekin aytayapman 3 kishi boramiz, 10 kishining ishini qilib kelamiz. Ish ham qattiq, mehnatni ham, sifatini ham xudo xolasa o'shanga yarasha qilib beramiz. Zo'r aka, gap yo'q. Bo'lmasa videomizni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, videoga like bosib ketasizlar. Menimcha Avazxon aka aytmagan narsa qolmadi. Hamma narsani tushuntirdik. Buni yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Xonadonlar eski loy lo'mos qilingan joylar bor-ku, o'shalarni ustiga ham quyib beryapmiz. Hali aytganimdek chekkalar yorilib ketgan bo'ladi-ku, uyda isitaverasiz, issiqlik tepaga qarab chiqib ketaveradi. Chunki tepalar ochiqda. O'shalarni ustidan ham chiroyli qilib biz quyib berib kelyapmiz. Juda ko'p joyda quydik. O'zimizda ham keyin utublikka steshkani o'rniga uylariga hali turpoq to'ldirib qo'ygan ko'pchilik.
ana shunaqa joylarga steyashka qilib anaqa solib o'tiramiz deganlarida o'rniga ham steyashkadan bitta yutuq tarafini aytaymi buni ham. Aha. Narxi arzon. Narxi arzon. Ha, steyashkaga hamma yoqda o'zingiz olib berasiz. Bunda o'zimiz olib kelamiz. 35 mingga 40 ming atrofida bo'lsa kerak Steyashka ham 40 ming atrofida. Keyin steyashkani tagiga penaplex solmasangiz bo'lmaydi. Bilasizlar, penaplex pushtini. Ashini solib keyin steyashka quydirasiz. Bunda steyashkasi ichida penaplex ichida steyashkani qotil ekanda aka. Steyashkani qotili mana. Gap yo'q lekin. Xonadonlarga zo'r bo'ladi ama. Zo'r. Ajoyib. O'ylaymanki, to'liq ma'lumot berdik. Agar mabodo nimadir qolib ketgan bo'lsa, Avazxon akamizga bemalol telefon qilishsa, hamma narsani batafsil tushuntirib, zo'r aka. Xizmatlarni zo'r qilib berib kelamiz, xudo xolasa. Zo'r aka. Xudo xolasa, agar kattaroq ob'yemda bo'ladigan bo'lsa, bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsangiz, bonuslari bilan chiroyli qilib skidka qilib berasiz. Qilib beramiz, xudo xolasa. Aytdim-ku, sizni obunachilaringiz telefon qilsa, narxidan ob'yem katta bo'lsa, o'zimizda 45 ming qo'yamiz. 40 ming so'mdan quyib beraveramiz. Gap yo'q. Siz obunachilaringizga. Gap yo'q aka. Zo'r. O'ylaymanki, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, videoga like bosib, shu videoni har bir uyi bor do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Qurilish qilayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Video foydali bo'ladi ularga ham, hammalaringga rahmat, sizga ham rahmat. Kimgadir o'sha foydasi tegib qolishi mumkin, a? To'ppa-to'g'ri. Loy bostiraymi, nima qilayin deb qoladi-ku ko'pchilik. O'shanda o'sha odamlarga bir manfaati tegib qolgan bo'lasiz ham. Albatta, hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.